Mana tuxumlar narxini ko'rsataman. Amerikada sizlarga tuxumlarning narxi oshib ketdi. Mana bu bir rishotki tuxum $11.69. Mana 18 talik mana bu bo'ladi. Magazinning o'zini tuxumi yani $7.19. Mana 12 talik bu ham kompaniyaning tuxumi. $6. Tepasida yana 12 talik. Bular уже qanaqadir kompaniya tuxum baramli shu 6.99 ekan. Amali 7.99 ekan. Bular ham 12 talik mana. Ichida 12 ta. 12 talik. Mana qizuv ko'rinishda qilib qo'yishdi. Bu ham mana $7.99. 18 talisi $9.99. $10.18. Bunisi mana qanaqadir bu yerda organik yozilmagan, lekin fermaniki yozilgan. Uni 8.99 dan 12 talik bilan 12 talik ishmani olaman. 12 talik large deb yozib qo'yibdi, lekin katta deb og'ir ekan o'zi ham. Bizda ham xuddi mana shunaqa tuxumlar mana. Tuxumlarni ishchiligi Pekinga tarqatamiz. Rishotkadan. Kimgadir 10 tadan, kimgadir qanaqa idish bo'lsa shuni mana. Eng arzoni mana, eng arzoni men bilgan bu ham shu magazinning o'zini brend ekan. $4.99 ekan. Mana shu tuxumlar bizni shu oshib ketmasdan oldin $1.5, $2, $2.5, $5 $5 eng qimmati bo'ladi. Mana shunaqa oshib ketgan narx.